Mayiz dunyodagi eng oziqligi juda yuqori bo'lgan mahsulotlardan biri. Tarkibida 60% qand saqlashga qaramasdan past va o'rtacha glikemik indeksga ega bo'lgan sog'lom mahsulot. Kundalik 80-90 gramm mayiz iste'mol qilish juda foydali. Boshqa quruq mevalarga nisbatan mayiz yuqori darajadagi antioksidant, yashartiruvchi xususiyatga ega. Mayizni iste'mol qilish xotirani yaxshilaydi. Qora mayiz yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Arterial qon bosimi, ko'paygan xolesterinni tushiradi. Mayiz og'zdagi kasallik tug'diruvchi bakteriyalarni o'ldiradi. Mayizning spirtli ekstrakti yashartiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Yonnama saraton o'smasi rivojlanishining oldini oladi. Qadimgi tabobatda aytilishicha, eng issiq mijozlisi qora mayizdir. Mayiz quyuq materiyalarni yetiltiradi, yumshatadi, qattiq moddalarni eritadi, oshqozon va ichaklarni yot moddalardan tozalaydi, ich suruvchi dorilar ta'sirini kuchaytiradi, jigarga quvvat beradi, tanani baquvvat qiladi. Balg'amli yo'talda, buyrak va siydik pufaygi kasalliklarda, ichak yaralarida yordam beradi. Mayiz qaynatmasini shovul barglarining qaynatmasi bilan ichilsa, ichni yumshatadi. Quruq mayiz ichni kuchli qotiradi va mahkamlaydi, ammo qonni kuydiradi. Bunday hollarda semizot urug'ini iste'mol qilish kerak. Issiq mijozlarga zarar qiladi. Uni sirka va asal yoki meva sharbati bilan iste'mol qilishlari kerak. Buyraklarga zarar qiladi. Shuning uchun chilonjida bilan birga iste'mol qilinadi. Mayizning bir martalik qabuli 100 grammgacha, danaksiz yeyilgani ma'qulroq.